Chakana savdo umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida amalga oshirilgan xarid uchun QR kodli onlayn nazorat kassa texnikasi chekini berish tadbirkorning qonuniy majburiyati. Xaridni tasdiqlovchi hujjatni so'rab olish esa iste'molchilar fuqarolik burchidir. Tadbirkor degani esa istagan ishini qilib, xohlagancha qonunlarga qarshi harakat qilishi mumkin degani emas. Qoidalar barcha uchun barobar. Farg'onada soliq organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. O'sha pulni urdim, berkib qoldi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Farg'ona viloyatida faoliyat yurituvchi 15 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlarida onlayn nazorat kassa texnikasi o'rnatilgan bo'lib, ularning barchasida iste'molchilarga har bir xarid uchun to'lov naqd pul yoki plastik kartalar orqali amalga oshirilishidan qat'iy nazar QR kodli kassa cheki berilishi zarur. Lekin ayrim uddaburon tadbirkorlar soliqlarni kamroq to'lash maqsadida naqd pulga qilinayotgan savdolar uchun xarid cheki bermayaptilar. Natijada ushbu holat naqd pullar kassaga to'liq kirim qilinmasligi hamda savdo hajmi hisobotlarida to'liq aks etmasligiga olib kelmoqda. Misol uchun, Farg'ona tumani Marg'ilon ko'chasida joylashgan ushbu dorixonada sayyor soliq tekshiruvi o'tkazildi. Joriy yilning 20-avgust kuni soliq mobil ilovasi orqali dorixona xaridorlaridan biri soliq organlariga murojaat qilgan. Soliq hamkor bo'limi orqali fuqaroga chek bermaslik, plastik kartaga savdo qilmaslik kabi soliqqa oid huquqbuzarliklar aks etgan murojaatni o'rganish maqsadida o'tkazilgan tekshiruvda haqiqatdan dorixona egasi o'ziga xon ko'lankasi maydon ekani aniqlandi. Tekshirish davomida naqd pul kassalari sanoqdan o'tkazilganda 232 ming so'm naqd pul kassasida pul mablag'lari borligi, 9 ming so'm kassaparaka kirim qilinganligi, orada 223 ming so'm kassaparaka kirim qilinmagan mablag'lar borligi aniqlanib, dalolatnoma rasmiylashtirildi. Dorixonada oxirgi marta qachon ishlatilgani noma'lum. To'lov terminali, quvvati ham yo'q. Bu yerda faqat elektron to'lov tizimi orqali dorixona egalarining shaxsiy kartasiga kirim qilinadi to'lovlar. Chek berish esa har gal unutiladi. Nazorat kassa texnikasi faqat kichik summalar uchun ishlaydi. Kattalari qora kassaga uriladi. Dorixona egasi o'zini tushunmaganga solib olgan. Biz hali kompyuter to'liq o'rganolmaganligim sababli shu o'rganib olganimizcha. Siz o'rganib olib keyin ish boshlamaysizmi? O'rganib olib ishlaymiz. O'sha iltimos qilinganiga yuz xotirlik qilib olib berilgan xolasda. Yo, bugun endi ishlamoqchi pastimda bolam kasalligiga qaytib tushib ketmoqchi edim. Dorixona egasining hali to'liq ish boshlamadik degan gaplari vaziyatdan chiqish uchun o'ylab topilgan bahona aslida. Aytishicha, joriy yilning may oyida faoliyat uchun tegishli tartibda ruxsat olingan. Qolganini o'zingiz hisob-kitob qilib olavering. Bu yerdagi yana bir e'tiborimizni tortgan holat. Dorixona unga yondosh joylashgan xususiy klinika shifokorlari tomonidan bemorlarga yozib beriladigan dorilarga mo'ljallangan ekan. Dorixona egasining gapi bu. Bu taraflarda ham aptekalar ko'p ekan-ku, sizga iltimos qilishdimi? Mana bitta doktor yozadigan retseptli dorilarga moslanmaydi apteka. Klinika sizning dorilaringiz yozadimi klinika? Shu kuni Rishton tumani Mamadali Toffoldiyev nomli mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan oziq-ovqat chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi shoxobchada ham sayyor soliq tekshiruvi o'tkazildi. Eslatib o'tish joiz, mazkur tekshiruv tovar uchun to'lov elektron to'lov tizimlari orqali, ya'ni bir jismoniy shaxsning kartasidan boshqa jismoniy shaxsning kartasiga o'tkazish orqali amalga oshirilgan hamda nazorat kassa mashinasi cheki taqdim etilmaganlik holati bo'yicha fuqaro murojaatidan so'ng tegishli organlar bilan kelishilgan holda inspeksiya boshlig'ining buyrug'i asosida o'tkazildi. Tekshiruv davomida ushbu savdo do'konida ham naqd pul kassasi ko'zdan kechirilganda kassada tush paytigacha 575 ming so'm savdo puli mavjudligi, lekin onlayn nazorat kassa mashinasiga umuman kirim qilinmaganligi aniqlandi. Kassa mashinasining o'zi esa elektr quvvatisiz bir chetga olib qo'yilgan. Shu bir yil ichida takrorlanadigan bo'lsa 5 million emas 10 million jarima bo'ladi ekan. Yuqoridagi qonun buzilish holatlari bo'yicha har ikkala subyektlarda tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Bu kun Maftuna Mamasdik va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.